Короче, aka men ishlamayman bu shpaklovkangiz bilan, to'g'ri? Nima yoqmayapti senga? Nima o'dag'aylayapsan? Ravshan aka, men tushunmayman-da sizni. Siz постоянный bor nima? Magazinga bor, eng arzon shpaklovka bering deb so'raysizmi, aka? Biz ham odamga o'xshab maza qilib ishlaylik, bir polimermi, bir normalniy shpaklovka olib keling, aka. Uyingizda bo'yatmoqchimisiz? Gipsovый shpaklovka umuman ishlatmang. Buni sababi shkulka qilganingizda to'g'rilib ketadi. Delikatniy skotch yopishtirsangiz, uni shilib oladi. Bo'yoqda olapes beraveradi. Tiniq chiqmaydi. Sizlar aytishingiz mumkin, polimer qimmat-ku deb, hammani budjeti ko'tarmaydi deb aytishingiz mumkin. Buni arzon, sifatli polimerlar ham bor. Men sizlarga Alibjamol polimer shpaklovkalarni tavsiya qilaman. Mana shu obyektimizda shu shpaklovkadan foydalanganmiz, vizani sinovimizdan o'tgan, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana ishlatmamiz. Aka, menda bo'lar ekan normalniy narsa olib kelsam, mana bunaqa dishvoy rollarni olib kelasiz, постоянно, aka. Maza qilib ishlaymiz endi.